Yulduz, yoqki. Men seni bekorga chaqirganim yo'q. Ko'rasan 2-3 oydan beri uyimda remont bo'lyapti, yana davleniyam chiqib mazam bo'lmayapti. Bilasizmi, bu obzorlarga borishga, men bu blogerlik qilishga, reklamalarni olishga meni vaqtim yo'q-da. O'sha uchun agar yo'q demasang, shu 2-3 oy meni o'rnimga obzorlarga, tabriklarga borasan, meni o'rnimga reklamalarga borasan. Hamma puli o'zingga, menga bir so'm ham puli kerak emas. Qilasanmi, shunaqa yordam berasanmi? Beraman, yordam. Faqat meni bitta shartim bor-da. Nima shart? Meni hamma auditoriyamga chiqib, assalomu alaykum azizlarim, men Marziya Toshmatovaman desam bo'ladimi?